Hayz ko'rmayman, nima u hayz debdi bu qiz. Sovchi kelyapti, bu qiz turmushga chiqish kerak. Bu qiz 21 yoshda Buxorodan keldi. Yaxshilab eshitinglar. Men bekorga olmayapman bu narsani. 19 yoshida opasi mana o'tiribdi, turmushga chiqqan ekan, hayzing bormi deb so'rabdi. Hayz ko'rmayman, nima u hayz debdi bu qiz. Opasi aytibdi, "Voy, nima hayz ko'rmaysan?" debdi. Bu eng kichkina farzand ekan. Hijolatli qiz juda tarbiyali qiz mana. O'rtoqlar hayz ko'ryapti, biladi hayz ko'rishini, etmagan, uyalgan. Представляете qilinglar? 19 yoshida insulin olib kelyapti opasi. Ular dori yozishyapti, garmon yozishsa ham hayz yo'q. Mana hozir 2 yil o'tyapti, bizga kelyapti, yana hayz yo'q. 21 yoshda uje anaqa sovchi kelyapti, bu qiz turmushga chiqish kerak. Bu rilsni nimaga olayotganini aytaymi sizlarga? Iltimos sizlardan. Qiz o'stiryapsizlar, nevara o'stiryapsizlar. Ya bu ko'kriga chiqdi. Hayzing bormi deb so'raylar. Ayniqsa mana viloyatdan kelganlarda hijolatli, endi Toshkentda o'z etadi. Mana Buxorodan kelishdi bular. Bilasizlarmi? So'rash kerak. Hayzing bormi? Hayz ko'ryapsanmi deb bolalardan, qizlardan so'rash kerak. Mana endi turmushga chiqish kerak. Mardga munchagina. Mana hozir garmon beryapmiz. Mana opasi aytyapti, bizga garmon berishuvdi, garmonda ham kelmadi deyishyapti. Shu darajada kichkina. Ko'ryapsizlarmi? Buni vaqtida qilish kerak. 14 yoshigacha hayz ko'rmadimi? Uje barabangiz qilish kerak. Ya doktorga borishim kerak. Men hayz kelmayapti deb so'rash kerak. Yo'q, mana bu 17 yoshida hayz ko'rgan, bo'laveradi deyish kerak emas. Mana shunaqa holatlar keladi. Bu yaxshi emas bu narsa. Men bekorga bulardan iltimos qildim, xalqqa gapiringlar bu narsa. Shunaqalar ko'payib ketgan juda ham. So'rash kerak. Tilla olib berasizlar, brilliant olib berasizlar, kiyim-kechak olib berasizlar, sog'lig'iga qaramaydiganlar bor. So'ramaydi. Televizor ko'rib o'tiradiganlar bor. Bolasi nima bo'layotganini bilmaydiganlar. Mana endi 21 yosh, hozir biz garmon berdik bu qizga. Garmon hozir buni nabludans qilamiz, buni hayzini keltirishimiz kerak. Hozir MRT qildirdik. Matkalarini qildik, hammasini qildik. Matka juda ham kichkina, lekin tuxumdonda kichkina follikulachilar bor ekan. Mana Xudo xolasa men hozir kuchliroq garmon berdim hozir bu qizga. Hayzini to'g'irlashimiz kerak. Garmon ta'siridagina kelishi mumkin. Boshqachasiga yo'q, chunki juda ham kichkina matka. O'zinglar ehtiyot qilinglar, farzandinglarni ehtiyot qilinglar. E'tiborli bo'linglar, iltimos sizlardan. Hamma yoqqa olib borishgan, Toshkentga olib kelgan edinglar. Agar anaqa bo'lmasa, Xudo xolasa mana 1 oyda hayzini keltirdik. Xudo xolasa bu yog'iga to'g'rilli lavamizni, ozgina vaqt kerak. Bu qizni turmushga beramiz. Xudo xolasa. Storiesga qo'yganman bu qizni, bu birinchi anaqa, ikkinchisi 1 oylik natija.